İşimize devam et vatandaş. Bugün Çiğsağ 2025 yıl 5. ayının 15. günü haftaga şembe vatandaşım. Endeki mavzu Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Avam Palata azaları Cumhuriyetçiler Partisi mensupları Çünkü Kompartiyası tarafki vize koyup bir işin çekleş. Kanun layihası otur koyup. Çünkü greydallarının okuş vizesi elişin çekleşini ilgili sürdü. Mozulu haber 3. ayının 15. günü Amerika vazdan Xitay Til programı ilan kılındı haber. Bundak başlandı. Washington. Prezident geçirenler. Washington bir neçe nefer Avam Palata azaları, Cumhuriyetçiler Partisi mensupları birleşip, kanun layihası oturup koyup, çünkü greydallarının Amerika kelip, okuşuğa vize koyup berişini, umum yüzlük çekleşini maksat kıldı. Vah 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 vah. Bak. Kanun layihası oturup koyucu parlament azaları, yaki Avam Palata azaları bundak görsetti. Çünkü hükümeti Amerika'da okuyulgan okuguçulardan paydalanıp, Amerika'nın akli millik hukukunu oğurlaydı ve Amerika devlet bir xatarligiga tehdit salıdı deb ansırdı. Virginia ştatı Avam Palata azası, Cumhuriyetçiler Partisi mensubu Reli Moore, Cuma günü yani 3. ayının 14. günü ilim fen sahası akli mülk hukuka kapalet kılış. Çünkü Kompartiyasının oğurlap elişini çekleş, kanun makullaş, kanun layihası oturup koydu. Bu kanun layihasının mavzusu İngiliz tilinden Xitay tiliga, çünkü Kompartiyası tarafki vize koyup bir işin çekleş kanun layihası de kıskartı hep elinde. Şikibetlik bu kanun layihası. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti teveligideki chet ellik tetkikatçılı ve okuş, ügünüşlü maksat kılgan okuvçuluk vizesi bilen teminleşni ve başka köçmeller salayeti bilen teminleşni, çekleşni maksat kılgan. Bu vize koyup biriş cümleden F, C ve M türlerini mo öz çıgalıdır. Bunu F, C ile M türlerini çön bilip geçirenler vatandaş. Bunu mo öz çıgalıdır. Her ile biz yani Amerika 300 bin cungu greydallarına okuguçuluk vizesi koyup birip ulanın Amerika'ya gelip okuşuğa ruhsat kılıp geldik. Oh ya Allah, anlayayım hakikaten ne yakarın ha? Biz, yani Amerika, her yılı 300 bin cungu greydallarının 300 bin cungu greydallarına vize koyup verip, okuguçuluk vizesi koyup verip ulanın Amerika'ya gelip okuşuğa ruhsat kıldık. Tüven tahlil kılımız vatandaş. Biz, yani Amerika, ameliyatı bolsa çünkü Kompartiyasının bizden her bir işle mehbiyetligimizni oğurlışığa, akli millik hukukumuzni oğurlışığa ve devlet bir xatarligimizge tehdit silişiğa ulanı teklif kılıvatımız. Avam Palata azası Moore Efendi bayanatıda yukarı kadar görsetti. Biz okuguçu dedik. Çünkü okuguçulara vize koyup verdik. Ola kelip Amerika'da okuşa başladı. Emniyeti bizden devletimiz Amerika Koşmuş Ştatlarına tehdit salgıçılarını teklif kıldık. Tehdit salgıçı okuguçlarını teklif kıldık. Her yıl şundak teklif kıldık. Dep ifade bildirdi beyanatı Cumhuriyetçiler Partisi mensubu Reli Moore. Halkara
ma'rif organlarının yıllık doklatiga asaslanganda 2023 yilidan 2024 yiligacha her yili taxminan 270 ming jungoluk o'quvchi Amerikada o'qigan xalqaro o'quvchilar umumiy sonining 4dan 1 qismini egallab keldi. Avam palata a'zosi Moore bir necha haftadan beri Jungo hukumati Amerikada o'qiydigan o'quvchilarga Amerikaning viza qo'yib berishidan foydalanib, Amerikada boshqa ishlar bilan shug'ullanadi deb hisoblagan. Avam palata a'zosi Moore qayta ogohlantirdi. O'tgan oyda haftalik xabarlar Amerikada nashr qilingan Newsweek jurnali maqola batib, Jungo Kompartiyasining Amerikaning o'quvchilarga viza qo'yib berishidan foydalanib ketishiga diqqat qilish to'g'risida ochiq oshkora murojaat qilgan edi. Newsweek xabarlar haftalik jurnaliga maqola yozib bu chaqiriqni chiqargan edi. Avam palata a'zosi Moore efendi bayonotida mundaq ko'rsatdi. O'tgan yili federal tekshirish idorasi 5 nafar Amerikada o'qishga erishgan jungoluk o'quvchilarni aybladi. Sababi ular Amerika bilan Tayvan birlashib, harbiy manevr o'tkazayotgan maydonni suratga tortgan edi. Ko'rdingizmi? Salaytin chegaradan kirgan vaqtga Salaytin o'quvchi Amerikaga chegaradan kirib bo'lgandan keyin shunaq manevr maydonni suratga tortishdi. Bu yerdagi Salaytin jasos. Mana bu Xitoy. Buni biz Xitoy deb ataymiz. Surat tortganida bundaq ahvol davomlashavermasligi kerak. Bu qonun loyiha. Brandon Gill, Scott Perry, Andy Oglas and then Eddie Son, McDowell, qatorliq davlat majlisi a'zolarining qo'llashiga erishdi. Shu qatorda men qo'llayman Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam palatasi a'zosi Moore efendi o'tirg'i qo'ygan bu qonun loyihani men qo'llayman. Bu to'g'rida tuvanda tahlil qilamiz vatandoshlar. Endilikda yana bir xabar. YT davlat guruhi Tashqi ishlar ministrlarining bayonoti Tayvanga munosabatli qattiq so'z iboralarni ishlatib, endilikda bir Jungo deydigan siyosatni tashlab o'tdi. Jungoning ichki ishlariga aralashdi deb tanqid qildi. Mavzuli xabar 3-oyning 15-kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Yetti davlat guruhi Kanadada yig'ini chuvadida oxirlashdi qachon yetti davlat guruhi 3-oyning 14-kuni e'lon qilgan bayonotda Tayvanga aloqador so'z iboralar qo'shildi va o'tmishki bayonotlarga qo'shilib qolgan bir Jungo siyosiy so'z iboralarini bu qatam bayonotdan chiqarib tashlab Jungo'ga texama qattiq pozitsiya qo'llandi. Bayonot Jungo'ning ichki ishlari qo'pollik bilan aralashdi. Buning uchun norozi bo'ldik. Qat'iy qarishtirmaymiz deb ko'rsatdi. Bayonot Jungo'ning ichki ishlariga qo'pollik bilan aralashdi. Buning uchun norozi bo'ldik. Qat'iy qarishtirmaymiz deb ko'rsatdi. Yetti davlat guruhi tashqi ishlar ministrining Kanada yig'ini e'lon qilgan bayonotida mundaq ko'rsatildi. Yetti demokratik va sanoatlashgan davlatlar tashqi ishlar ministrlari Tayvan bo'g'ozidan olqigan. Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligini qo'g'dashning muhimligini ta'kidladi.
Alqıgan degende Tayvan boğazı, nokol Tayvan boğazı emas, bu Tayvan boğazı dünyaga ta'sir körüstüvatkan Tayvan boğazı idi. Biz işki qırğaq meselesini tinch yol bilen hal qilishga ruxsat qilamiz. Voy. Rəğbətlendirimiz. Biz işki qırğaq meselesini tinch yol bilen hal qilishga rəğbətlendirimiz. Muşu mavzu qaçan düşüp qaldı dağa, muşu söz azı bir Cungo düşüp qaldı. Cungo'nun zimini idi, Tayvan degen düşüp qaldı. Tayvan müstakillik jakarlısı qollamaymiz degen söz mü devlet mahkemesi tarafından elip taşlandı. Hemmisi boldu. Muşu cümle nimiş yo'qolmaydi. Muşu cümle yo'qolish kerak evvel. Qaysidan? Biz ishki qirg'oq meselesini tinch yo'l bilan hal qilish rag'batlantiramiz. Yani mush çatak, mush cümle çatak. Mush cümle nima elib etgan bo'lsa, andiga mushunda o'q bitadi bu ishni. Rag'batlantiramiz. Öz aldığı yakka aldı kural işiltip mecburlash shaklida hozirgi holatni o'zgartirish urinishlarga qat'iy qarshi Bayanatı Cungo'nun Tayvan'a tehdit salganlığı doğru söz ibarlarının qattiqlik derecesi bu yıl 2. ayda Amerika Yaponiya birleşim bayanatı işletilgen söz ibarlarga o'xshaydi. Cungo Tayvan'a harbiy besim işilishini kuchaytirayotgan ahvol ostida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump Yaponiya vaziri ishi bilan o'tgan ayda Washington yuqori darajali suhbat o'tkazganda majburlash degan iborani ishlatgan. Bundan boshqa 7 davlat guruhi tashqi ishlar ministrlari yig'ini Tayvanning ahamiyatli va muvaffaqiyatli yoki muvaffaq bir holda xalqaro tashkilotlarga qatnashishni qo'llaydiganligini bildirdi. Yana bir xabar vatandosh. Tayvan Amerika'dan setip algan F-16 ve Karaşçı aeroplan. Yani Block 70 şu normal numurluk belgesi olsa gerek bu. Karaşçı aeroplan Katarlık tüncü türkümlük yeni aeroplanlarını quraştırıp tamamladı. Şu münasibetle Tayvan'ın muavin devlet müdafiə ministeri ve başka meldarlarla Amerika'ya gelip aeroplanlarının zavoddan çıkış murasimiga qatnashdi. Mavzuli xabar 3. ayning 15. kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Washington xabar mundaq boshlandi. Washington Tayvan Amerikadan setib algan 66 dona ve 16 F-16 ve keçiranlar. F-16 Block 70 belgilik harbiy aeroplanning tunji Türkiye'me bir dana harbiy aeroplan zavodda quraştırılıp tamamlandı. Tayvan Devlet Müdafiə Muavin Ministeri ve başka əməldarlarını Amerika'ya əvətib tunji Türküm harbiy aeroplanning zavoddan çıkış murasimiga qatnaştırdı. Tayvan əməldarları mundaq görsətdi. Bu murasimga qatnashadigan Amerika taraf əməldarlarının dastlabki tizimligi bilan Tayvan tarafni ta'minladi. Lekin tashqi dunyoga bularning ismligini e'lon qilishga bo'lmaydi. Amerika taraf harbiy tayyorliklar musobaqasiga muvofiq harbiy qurol-yarog'larni Tayvanga jiddiy topshirishga va'da berdi. Yana bir xabar vatandoshim. Reuters Amerika Tayvanda turishliq vakolatxona siyosat guruhining boshlig'i Beijingda turishliq elchilikka muvaqqat elchi qilib tayinlandi. Mavzuli xabar 3. ayning 15. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Reuters mundaq xabar qildi. Cungo'da turishga yangi tayinlangan bosh elchi David Perdue Kengash palatasining tasdiqlashiga erishishdan avval Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Tayvanda turishliq Amerika vakolatxonasi siyosiy bo'limning bo'lim boshlig'i Wu Anni
Yani enni vu. Demek Xitay kızvalı iken özü koygan isim enni vu dep isim koyuplar. Muhakkak baş elçilik tayinledi. Bu hanım Beijing'de yani ki baş elçixanada Amerika'nın baş elçixanası da 1300 nefer elçixana hizmetçileri, elçixana xadimleri, elçixanın işçi hizmetçileriga rehberlik kıldı. Diksiyerlerimiz müşavetendaş. Biz basın nemi dedik? Mesela Cungu'dan her yılı Amerika'ya okuşqa keladigan 300 ming nefer o'quvchiga Amerika Qo'shma Shtatlari viza qo'yib berdi. Bular Amerika davlatiga kirgandan keyin har xil ishlarni qilishga huquqli. Ya'ni ularni huquqli degan gap bu huquqni Amerika ularga bermaydi. Erkin dunyo, erkin davlat Amerikada o nima qilaman desa shuni qila oladi. Men başta aytdim, o chegaradan kirganda o'quvchilik salohiyati bilan kirdi. Chegaraga kirib, Amerika davlat ichida josuslik qildi. Misol keltirdi, Tayvan bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining birlashma harbiy manevrini suratga tortgan 5 nafar o'quvchi Amerikada qonuniy jazoga uchirdi dedi vatandosh. Her yili 300 ming nafar dunyodagi o'quvchilar taraf-tarafdagi davlatlarga berib maktablarda o'qiydigan o'quvchilarning nisbatiga selish to'g'anda shu o'quvchilarning qatoridagi 4 dan 1 o'quvchi Amerika Qo'shma Shtatlariga kelib o'qiydi va shu qatorda yuqorida Xitoyning topshirig'i bo'yicha yoki savdo maxfiyatini o'g'irlaydi, yoki harbiy ishlar maxfiyatini o'g'irlaydi. Zaten o'g'irlashga tegishlik deb qaragan Xitoy agensiyaga Xitoy maxfiyatlik idorasi nima deb qaragan bo'lsa, bu o'quvchilar shuni o'g'irlaydi hozirgi mana shu. Biz hozir buning jinoyat tarafiga qaramay, boshqa bir ilmiy yoki muarif madaniyat tarafiga qarab boqaylik. Vatandosh, har yili Jungoda 300 ming nafar o'quvchi Amerikaga kirib keladi. Bularning hammasi o'zining shaxsiy yenidan pul to'lab, dollar chiqarib o'qishga keladigan odamlarmi? Natayan. Jungodak bir qalendar davlatda 300 ming kishining o'zining yenidan pul chiqarib Amerikaga o'qishga kelishi mutlaq mumkin emas. Buning uchun chiqib qolish mumkin 5-6 onni sizga degandek. Ular yangidan boy bo'lgan, lekin shularning tag-tagini surishtirib kelsangiz, Jungoda boy bo'lgan kishilar ya amaldor, ya soqchi, ya bajgir, huquq bilan bozorga kirib, xalqni qoqti-soqti qilgan o'g'irladi. Ashularning bola chaqasi Amerikaga kelib o'qiydi degan gap. Men buni 10-15 odam doirasida chekdim. Men sizga aytay, endi qolgan 300 ming kishi. 300 ming kishi Amerika o'qish keldi. Qaysi pul bilan keldi? Davlat xarajati bilan keldi. Devlet pul çıkırdı. Belki altın dolar çıkırdı. Dolar çıkarması mı altın, yakı dolarga taglik hesabıda altın çıkırdı. Okuvchilarning o'qishi shundoq elib berildi, shundoq o'qiydi. Savol qo'yaylik shu vatandoshim. Mushu 300 ming nafar o'quvchi Jungodan Amerikaga kelib o'qiydigan o'quvchining ichida bir nafar Uyg'ur bormi? Bir nafar Tibetlik bormi? Devlet xarajat chiqarib o'qiydigan o'quvchilarning ichida bir nafar Tibetlik, bir nafar Uyg'ur bormi? Yo'q. Chunki bularning ingliz til asosi yo'q. Tibetning qanday ekanligini bilmaysiz. Vatanimiz mustamlik Uyg'uristonda Xinjiang Dashi, Xinjiang universitetida chet el fakulteti deydigan bir fakultet bor. Hanzulavla irmash-chirmash o'qib kelib, arlashib degidek bir 2 nafar Uyg'ur Xitoy tilida so'zlaydigan bir 2 nafar Uyg'ur bu chet el fakultetiga kirib o'qiganlikni hisobga olmaganda ularning, masalan, Uyg'urlarning boshqa o'quvchilari yoki boshqa o'quvchilarning bu chet el tiliga kirib o'qish huquqi yo'q. Bu chet el til fakultetida faqat Xitoy o'qish kerak. Xitoy farzandlari o'qish kerak. Bular ingliz til asosini tayyorlab, bu Xitoy farzandlari davlatning chiqargan puli xarajatini xarjlab, undan keyin Amerikadagi bu buyuk davlatlarga, demokratik davlatlarga o'qishga kelish kerak.
muharip medeniyet sahasida chetga qaqish, muharip medeniyet sahasida özünün tilidagi asalliq millatda amaliyotdagi bir tarkib, bir millat hisoblangan Tibet ve Uyg'urlarning o'quvchilarini davlat xarajati bilan chet elga o'qishga chiqarish deganni mutlaq mumkin emasligini shunda ko'rib olasiz vatandoshlar. Har yili Jungodan Amerikaga o'qish keldigan odam 300 ming nafar. Uning ichida bir Tibetlik yo'q, uning ichida bir Uyg'uristonlik Uyg'ur yo'q. Tibet mustamlika, Uyg'uriston mustamlika. Bu mustamlika Allah xalqlarining bilim elishiga, bilimlik bo'lishiga ruxsat yo'q. Mustamlika Allah xalqlarining pul tepib boy bo'lishiga ruxsat yo'q. Mustamlika elleri xalqlarining harbiy safga kirib, harbiy bo'lishga, harbiy bo'lgandimi, harbiy deydigan, oshpazlik qiladigan, o'tu yog'och keslaydigan mushunda harbiy. Herkes ularning qo'liga qurolmi bermaydi, vatandoshlar. Mushu asalliq millat deyilgan Xitoy tilidagi amaliyotki etnik tarkiblik bu millatlarga qaratgan Xitoyning siyosiy madaniyatni cheklash, muharib sohasini cheklash. Mushuning amaliyati uning bugungi kunda Xitoy uchun zaruriyati. Xitoy o'quvchilar davlat xarajati bilan Amerikaga berib o'qiydi, o'qishga ruxsat. Tibet va Uyg'urlarning davlat xarajati bilan Amerikaga kelib o'qishiga ruxsat yo'q. Biz buning madaniyat ma'rif qimmatidan so'zlashak. Mana shunday bo'ladi. Hozir davlat majlisi a'zolari, masalan, Avam palata a'zosi Rayli Moore o'tirib qo'ygan masalada chegaradan kirganda uning salohiyati o'quvchi. Chegaradan kirib bo'lgandan keyin Amerikada jasuslik qiladi. Fan texnika muvaffaqiyatlari, soda tijorat maxfiyatligi muvaffaqiyatlari, aqliy mulk, huquq, ya'ni patent huquqi, mushundaq texnikalik narsalarni o'g'irlab Xitoyga jasuslik qiladi. 1000 martaba qo'llaymiz. Davlat Majlisi Avam palata a'zosi Rayli Moore efendi 1000 martaba qo'llaymiz. Bu o'quvchilar Xitoyning o'quvchilari chegaradan kirish cheklanishi kerak. Amerikada chektirishi kerak. 1000 martaba qo'llaymiz sizni, Moore efendi. Mening so'zligini mazir Davlat Majlisi a'zolari keyin yana foydalanishga to'g'ri kelsa bu materialdan mushu masalani, masalan 300 ming nafar o'quvchi Amerikaga kirib davlat xarajati bilan o'qiydi-yu, buning ichida Tibetlar bormi? Buning ichida Uyg'urlar bormi? Yo'q. Uyg'urning yoshlari turmada, jazo lagerida. Uyg'urning yoshlari majburiy emgakda. Uyg'urning yoshlari vatani Uyg'uristondan ko'chirilib, hozir yo'tqilib, Xitoyning ishkir o'lkalariga opirib, qul qilib setilyapti. Hatta uning böriki, jigiri, öpkisi kesilib setilyapti. Berma atkazchilik bozorida, hatta Arabning Dubay degan shahrining atkazchilik bozorida. Mana bu bugun Tibetlar bilan Uyg'urlarning taqdiridir. Şuna Davlat Majlisining shunday bir qonun loyihasini ma'qullab, Xitoy o'quvchilarining Amerikaga kirishini cheklaganligi Amerika tuprog'ida bir büyük erbab var idi. Kolombo, yani Amerika qit'asini bayqagan. Bu qitam Davlat Majlisi a'zolari shunday nozik yerdan bayqab yetdiki, shunday nozik bir yerga diqqat qildiki, bu muqaddas tarixdagi Kolombodek bir bayqash bo'lib hisoblanadi. Masalan, Jungo o'quvchilarining Amerikaga kirib o'qishini cheklash.